Rasulullohni taniymizmi o'zi? Kimdan tug'ildilar, qachon tug'ildilar, qayerda tug'ildilar? 4 ta bobolarni bilishlik vojib deganlar. Mana shu yerda o'tirgan bor yoshi qari Ronaldoni taniymiz kimligini. Messini taniymiz kimligini. Qaysi komandada ekanligini bilamiz. Qaysi nomerda o'ynashligini bilamiz. Lekin asharay mubashsharani bilmaymiz. 10 ta san jannatga kirasan degan sahobiylar bor. Nima uchun? Chunki bizlarda bunga muhabbat bo'lish kerak. Bunga ixlos bo'lish kerak. Bunga e'tiqod bo'lish kerak bu zotlarning hayotiga. Ana shundagina hayotimiz bir muncha bir jiddiylashadi. Hayotga jiddiy nazar bilan qaraymiz. Hali sahobiylar haqida gapirsak, biza unaqa bo'la olmaymiz endi deyapti. Nimaga bo'la olmaysan? Sahobiylar qanaqa uyda yashadi? Sen qanaqa uyda yashayapsan? Sahobiylarning dasturxonida nima bor edi? Seni dasturxoningda nima bor? Sahobiylarning ustidagi kiyimi qanaqa edi? Seni nechta kiyiming bor? Sahobiylar nimada yurgan edi? Minib, eshak hachirlarda yurgan edi. Sen Pradoda yuribsan, haligi Captivalar yoki boshqa bir Merslarda yurib, nega sen undoq bo'la olmaysan? Yotgan spalnigini qara, sahobalar qanaqa to'shakda yotdilar, qanaqa uyda yashadilar. Bo'lamiz. Faqat unga himmat kerak, unga muhabbat kerak, unga ixlos kerak, ularga qiziqish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyodagi bor insonlar dedilar, kambag'al bo'lib qolishlikdan qo'rqqanchalik Xudodan qo'rqqanda edi deyapti. Hammasi Allohga yetgan vali zot bo'lar dedilar. Hammamiz qo'rqamiz kambag'alchilikdan. Dunyoda biror bir inson yo'q. Mani kambag'al qilib qo'ygan Parvardigor, muhtoj qilib qo'ygan, faqir qilib qo'ygan degan dunyoda inson yo'q Rasulullohdan boshqa. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kambag'allikdan qo'rqmadilar. Bir sahobiy keldi. Ey Allohning rasuli, men Allohni yaxshi ko'raman. Bundoq dema. Ey Allohning rasuli, men rostdan aytaman, Allohni yaxshi ko'raman dedilar. Sen agar shu gaping rost bo'lsa, balolarga tayyor turgin. Kim Allohni chin dildan yaxshi ko'rsa, bu insonga balolar selni guldir-guldirdan ham ko'ra vahimaliroq keladi, shiddatliroq keladi deganlar. Ikkinchi bir sahobiy keldi. Ey Allohning rasuli, men sizni yaxshi ko'raman. Bu gapni aytmagin. Ey Allohning rasuli, men sizga o'ta muhabbatliman, sizni yaxshi ko'raman dedilar. Agar chindan ham menga muhabbatli bo'lib meni yaxshi ko'rsang, faqirlikka tayyor turgin. Biring ikki bo'lmaydi, kosang ko'karmay dunyodan faqir bo'lib qorning nonga to'ymasdan o'tib ketasan degan ekanlar. Nimaga desa, Allohni yaxshi ko'rganga baloni kelishligi nimaga desa, bu balo ne'matdan ko'ra ulug'roq ne'mat ekan bu. To'kinchilikdan ko'ra ulug'roq ekan. Nimaga desa, insonga ne'mat kelib qoldi. Puli ko'payib, ishlari yurishib ketdi, yaxshi mashina oldi, dang'illama uchastka qildi, pullar, mollar ko'p. Endi u nima qiladi? Maundoq bo'lib qoladi, g'oddayib qolar ekan. Bu yoqdagilarga nazar pisand qilmas ekan. Endi o'sha molni shundoq olib qo'yuvdi, butun boyliklarni birdan masjidga qatnab namoz o'qiydigan bo'lib qolar ekan. Endi qaysi biri yaxshi ekan? Boylik, ne'mat yaxshi ekanmi? Faqirlik yaxshi ekanmi? Musibat yaxshi ekanmi? Balo yaxshi, balo yaxshi bo'ladi. Balnisada yotgan, uydagi yotgan bor bemorni oldiga boring, Alloh menga shifo bergin deb Allohni eslayapti. Choyxonada o'tirgan Allohni eslayotgani yo'q. Restoranda o'tirgan Alloh deyotgani yo'q. Aynan shu dard bilan balolanganlar Xudo deyapti. Ana shu uchun bu balo inson boshiga kelgan sinov banda uchun yaxshi ekan azizlar.